Assalomu alaykum Surxondaryo ishqibozlari. Akalar, navbatdagi sigirimiz sotuvga keldi. Bu sigirimiz ham juda ham xo'ra, juda ham yuvosh, zo'r molli ishda egalari. Xo'p, bu ikkinchi tug'ish ekan akalar. Bolasi ho'kizcha. Kuniga 8 litr sut beradi deyapti egalari. Manzillari Surxondaryo viloyati, Qiziriq tumanida. Buni narxini akalar 26 million so'm deyapti. Ozroq kam bor. O'tib berishadi akalar. Telefon raqamlari 90 lik kodi bilan 080 02 04 telefon qilib savdolashib, chiroyli narxga olsangiz bo'ladi akalar. Akalar, bundan tashqari Telegram kanalimizda ham xuddi shunaqangi sigirlar joylab boramiz. O'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, har kuni yangi e'lonlarni kuzatib borasiz. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum Surxondaryo ishqibozlari. Akalar, bolali sigir yaxshisidan keldi. Hop, bu sigirimiz 3 marta tuqqan ekan akalar. Egalarining aytishi bo'yicha bu 3-bolasi. Bolasi ho'kizcha, kuniga 10 litr sut beradi deyapti. Yuvoshligiga garantiya, juda ham xo'ra mol. Hammaga savdolardi deyishdi. Hop, akalar, buni narxini 22 million so'm deyapti. Ozroq kam bor ekan. Xayriga o'tib berishadi. Manzillari Surxondaryo viloyati, Sherobod tumanida. Telefon raqamlari akalar 90 kodi bilan 747 0092. Telefon qilib savdolashib, kelishib olsangiz bo'ladi akalar. Xo'p, bundan tashqari Telegram kanalimizda ham xuddi shunaqangi sigirlarni joylab boramiz. O'tib obuna bo'lib qo'yishni unutmang akalar. YouTube'da ham ish boshlaganmiz akalar. YouTube kanalimizda ham har kuni sigirlarni joylab boryapmiz. Obuna bo'lib qo'ysangiz, kuzatishda davom etasiz. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum Surxondaryo ishqibozlari. Akalar, bugungi obzorimizda ona bola sigir keldi sotuvga. Xo'p, bu bolasi ikkinchi ekan akalar. Bolasi urg'ochi. Egalarining aytishi bo'yicha kuniga 10 litr sut berar ekan. Buni narxini akalar 26 million so'm deyapti. Ozroq kam bor ekan. Sigirlarga keladigan bo'lsak akalar, juda ham xo'ra, yuvosh mol deyishdi. Hammaga savdolar ekan akalar. Manzillari Surxondaryo viloyati, Sherobod tumanida. Telefon raqamlari 90 lik kodi bilan 377 93 93. Aloqaga chiqib savdolashib olsangiz bo'ladi akalar. Akalar, bundan tashqari Telegram va Instagramda ham xuddi shunaqangi sigirlar joylab boramiz. O'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, har kuni yangi e'lonlarni kuzatib borasiz. Hammaga rahmat.